Demak do'stlar, bu yoqimtoy qizlar bilan tanishib olamiz. Filmning asosiy qahramonlari Amy hamda Mariana. Ular o'zlarining husnlari evaziga katta pullarni topishadi. Bundan tashqari shaharning eng go'zal qizlarini arab shayxlariga pullash bilan kun ko'rishadi. Endi esa do'stlar, Amy'ning hayoti qanday boshlanganini bilib olamiz. Iloji bo'lsa, bolalarga ko'rsatmaganingiz ma'qul. 18+ sahnalar qalashib yotibdi. Faqat ixtirosga berilish yo'q. 2000-yillar o'rtalari Amy va uning onasi qashshoqlikda yashab kelishadi. Amy esa bunday hayotdan charchaganligi bois modalar ko'rgazmasida qatnashishga qaror qiladi va yerga yetib olishi uchun ko'chadagi yigitlar bilan qimor o'ynab, ularning pullarini yutib oladi va yo'lga otlanadi. Modalar ko'rgazmasida u chiqish qilgan paytda yiqilib ketadi va hammaning oldida sharmanda bo'ladi. Keyin yig'lab o'tirganida uning oldiga 50 yoshdan oshgan erkak keladi va unga yordam qo'lini cho'zadi. Bundan tashqari u Mariana bilan tanishadi. Mariana modalar ko'rgazmasi g'olibi bo'ladi. Keyin Amy'ga pul topishning oson yo'llarini aytadi. Dimitri Amy'ga shart qo'yadi va agar u bilan jinsiy aloqada bo'lsa, hayoti butkul o'zgarib ketishini va'da qiladi. Qiz o'ylab ko'rib 5 minutlik ish uchun rozi bo'ladi. Shu o'rada qizning onasi uni izlab kelib qoladi va qizni olib chiqib ketadi. Uyga olib ketayotganida Amy avtobusdan bir o'zi tushib qoladi va to'g'ri Dimitrining oldiga borib, u bilan jinsiy aloqada bo'ladi. Garchi uning yoshi 17 da bo'lsa ham, Amy birinchi jinsiy aloqada o'zini osmonda uchganda his qiladi. Shundan so'ng uning hayoti butkul o'zgarib ketadi. Mariana va Amy ularning mamarozasi, ismi esa Figura. Ismi ham g'alati. Figura faqat puldor yigitlarni izlab topadi va qizlar bilan birgalikda katta pullarni ishlashni boshlashadi. Bir kuni ular sohil bo'yida o'tirishganlarida birgala qizlarni yaxtaga chiqishayotganlarini ko'rib qolishadi. Shundan so'ng qizlarni balandorga osilgisi keladi va ular moda olamini bahona qilib kelgan qizlarning paparozasi Semga yaqin borishga urinishadi. Amy o'zining barcha go'zalligini poker o'ynayotib yigitga ko'z qiladi va bundan tashqari qimorda yutqazib Marianani bir kecha uchun tikadi. Keyin yolg'iz qimorxonadan chiqib ketadi. Uyga kelganida mamarozasiga bo'lib o'tgan ishlar haqida aytib beradi. Ularning rejasi Semning qo'lida ishlab katta pul topish edi. Biroz o'tganidan so'ng Mariana keladi va hech nimaga erisha olmaganligini aytadi. Keyin qizlar narsalarni yig'ishtirib ketayotganda Sem ularni chaqiradi. U qizlarni ishga qabul qilganini aytadi va qo'shimcha qizlar kerakligini iltimos qiladi. Shundan so'ng Amy uning mamarozasi moda olamidagi qizlarni pul ishlash uchun kastingga chaqirishadi. Qizlarning bari Amy'ning rejasini eshitib, unga rad javobini berishadi. Ularda boshqa chora yo'qligi uchun ular fohisha qizlarni yollashadi va moda olamidagi qizlardek qilib yasantirishadi. Faqat bir qiz ularning aldoviga uchadi. U ham bo'lsa 17 yoshli bokira qiz Camilla. Amy va qizlar birgalikda Fransiyaga yo'l olishadi va ular Sem bilan tanishishadi. Ularga ajoyib yotoqxona va shart-sharoitlar yaratiladi. Amy'ning jamoasida yaxshi ishlar bo'lmasligini bilgan Camilla ketmoqchiligini aytadi va Amy uni bir dunyo pul evaziga o'zi bilan olib qoladi. Sem va uning klientlari qizlarni saralab olishadi va ishratni boshlashadi. Camilla bokira qiz bo'lganligi uchun u bilan arab shayxining o'g'li jinsiy aqllik qiladi. Birinchi kechada Camilla uni yoqtirib qoladi va unga butkul ishonadi. Jinsiy aloqadan so'ng Camilla qizlarning oldiga keladi va hayotida bunchalar o'zini baxtli his qilmaganini aytib beradi va unga bir umr qo'liga ushlamagan pulni berganini aytib beradi. Albatta bu yerda pul 50 bo'linishi kerak edi, lekin Amy'ning mamarozasi ham pul talab qiladi. Ertasi kuni Amy hamda Sem o'zlarining kelajakdagi ishlari haqida suhbatlashishadi. Ikkisining o'rtasida muhabbat paydo bo'ladi va endigina dangir-dungirni boshlashayotganda Mariana kelib qoladi. Bundan tashqari Figura bilan o'rtalaridagi muammo borgan sari yomonlashib boradi. Amy'ni Semning klientlari suhbatga chaqirishadi va unga qizlar haqida ajoyib gaplar gapirishadi. Keyin ular Amy'ga yangi qizlar kerakligini va bundan ham ko'p pul to'lashlarini aytishadi. Ular bu safar вечerinkani yaxtada qilishlarini aytishadi. Amy ular aytgandek yangi qizlarni topib keladi va ulardan $500 000 pul ishlab topadi. Amy modalar va rasmlar ko'rgazmasiga tashrif buyurganda, u yerda Bartik ismli yigit bilan tanishadi. Keyin ularning o'rtasida soxta sevgi paydo bo'ladi. Bartik qizni fohisha ekanligidan xabari bo'lmaydi. Uni sevib qoladi. Qizni hattoki qishloqdagi dala hovlisiga taklif qiladi. Qiz bo'sh paytida vaqtini faqat Bartik bilan o'tkazadi. Ish payti bo'lganda esa qizlarni dangir-dungirga olib boradi. Bartik Amy'ni ota-onasi bilan tanishtiradi va Amy o'zini modeler bo'lib faoliyat yuritishini aytadi. Lekin yigitning otasida qandaydir shubha uyg'otadi. Ertasi kuni tungi klubda qizlar o'tirishganda Camillaning sevgan yigiti keladi va uni mast holatda ko'rib janjal ko'taradi va aqrani kelib uni olib chiqib tashlaydi. Amy va Figura o'rtasida katta janjal chiqadi va Mariana Amy bilan ketmay mamarozasi bilan qoladi. Amy Camillani o'zi bilan olib ketadi va Bartikni uyidan qo'nim topishadi. Bir necha hafta Bartikni uyida qolishadi va Semdan Amy'ga qo'ng'iroq bo'ladi va 20 ta qiz topib kelishini aytadi.
Bu safar Amy va uning qizlari sheyxlarning dala hovlilariga borishadi. U yerdagi sheyxlar qizlar bilan jinsiy aloqa qilishmaydi. Aksincha ularning ustidan pul sochib, ularning ustidan kulishadi. Pulga o'ch bo'lgan qizlar hech nimani tushunishmaydi. Hattoki pulning kuchi ko'p ishlarni hal qilgandek, qizlar hayvonlarning ovozini qilib bir-birlari bilan urishishadi. Bir kuni Amy va Sam ish yuzasidan ketishayotganida Bartek kelib qoladi va u Amydan bo'sa oladi. Semni esa ularni ko'rib jahli chiqadi va tushunadiki, fohisha baribir seva olmasligini. Uni qizdan jahli chiqadi va unga nisbatan sovuq munosabatda bo'la boshlaydi. Amy Bartekka o'zini sevgandek qilib ko'rsatadi va endigina jinsiy aloqa qilishmoqchi bo'lishganda, Sam zudlik bilan 15 ta qiz kerakligi haqida SMS yozib yuboradi. Keyin Amy Sam aytgandek 15 ta qizni yaxtaga olib boradi va u yerda sheyxlar qizlar bilan xohlaganlaridek jinsiy aloqada bo'lishadi. 15 ta qiz Amyning oldingi qizlari bo'lganligi uchun Sam sezib qoladi va ularni bahona qilib Amyga sovuq munosabatda bo'ladi. Qiz esa yordam kerak bo'lganligi uchun Bartek bilan aloqa o'rnatganini aytib o'zini oqlaydi. Sam esa qizga "Seni qanday muammoing bo'lsa, menga murojaat qilgan, seni men himoya qilaman" deydi. Keyin u qizga o'zini oqlashi uchun 20 ta yangi qiz topib kelishini buyuradi. Amy deb qizlar pullardan ayrilishadi va Sam ularning oldiga kelib, zudlik bilan yaxtani tark etish kerakligini va politsiya sezib qolganini aytadi. Qizlar yaxtaning oynasi orqali qochishga muvaffaq bo'lishadi. Tongda ular sarson bo'lib yaxtaga qaytishadi va Camilla Amyga ortiq bunday yashay olmasligini va ortga qaytishini aytadi. U bir o'zi yolg'iz qoladi va oldingi mamasiga qo'ng'iroq qiladi. Amy 20 ta eng chiroyli qizlarni sheyxlarning bahaybat yaxtasiga olib boradi. U yerda qizlarning hayoliga kelmagan xunuk ishlar bo'lib o'tadi. Sheyxlar esa o'zlarining haqiqiy basharalarini ko'rsatishadi. Camillaga mamasi ish topadi va u mehmonxonadan bir tengsiz chiqadi. Hayotdan hech qanday maqsadi qolmaydi va joniga qasd qilishni o'ylay boshlaydi. Vecherinkaga sarmoya kiritgan Bayer ismli sheyx Amy va Samni o'rtasidagi yaqinlikni sezib, qizni uning oldida zo'rlamoqchi bo'ladi. Sam qo'lidagi butilkani qizga beradi va Amy Bayerni basharasiga uradi va qutulib qoladi. Amy sheyxlarni yomon inson ekanliklarini o'ylab o'tirgan paytda Sam uning oldiga holdan xabar olgani keladi va qiz unga minnatdorchilik bildirib, bir kechani unga sovg'a qiladi. Ularning o'rtalarida romantik jinsiy aloqa bo'lib o'tadi. Ertasi kuni Camilla Amydan yordam so'rab unga qo'ng'iroq qiladi, lekin Amy unga javob bermaydi. Sam Amyni yolg'iz qoldirib xonadan chiqib ketganida, yo'qolgan pullar shkaf ichida turganini ko'rib qoladi. Qizlar yaxtani tark etishayotganda Bartek kelib qizni olib ketadi va unga gul sovg'a qilib, turmushga chiqishini iltimos qiladi. Amy unga bor haqiqatni aytmoqchi bo'lganida, Bartek xursandchiligidan uni eshitishni istamaydi. Keyin uning qo'liga uzuk taqib qo'yadi. Shu orada Camilla qizlar kayfu safo qilgan yaxtaga keladi va o'zini suvga tashlab, joniga qasd qiladi. Amy va Bartek esa jinsiy aloqa qilishayotgan edi. Oradan 1 yil o'tib, Amy qiz farzandini dunyoga keltiradi. Hayotini bir necha yil baxtli davom ettiradi, lekin ko'pincha uni Camillaning yigiti taqiq qiladi. Bir kuni Sam qizni izlab uning oldiga keladi. Sam o'sha paytda o'zini Bartekka Amyni rahbar etib tanishtirganligi uchun Bartek unga nisbatan hurmatda bo'ladi, lekin ularni suhbatlashib o'tirganini ko'rgan Bartek qizga nisbatan qandaydir shubhasi uyg'onadi. Sam qizni ortga qaytishga ko'ndirmoqchi bo'ladi. Bir necha kun o'tgandan so'ng Amy uyga kelganida uni qaynotasi kutib oladi va unga bir paytlar yangi fohisha bo'lganligini videosini qo'yib beradi va Bartekni hayotidan chiqib ketishini talab qiladi. U qizdan ayrilib qolishni bilib, bog'cha tomon shoshilib boradi. Afsuski Bartek undan oldin kelib, qizi bilan birga edi. Amy o'ylab ko'rib, yana shu eski ishga qaytishga qaror qiladi. Bundan tashqari figura bilan ham munosabatini yaxshilaydi. Sam ularni ishga taklif qiladi va Amy eng go'zal qizlar bilan sheyxlarning koshonasiga borishadi. Sheyxlar esa qizlarning ustidan pullarni sochishardi. U yerda Amy Bayerga duch keladi va qizdan qasos olish uchun hammasini puxta reja qilishgandi. Bayer qizni Samni ko'z o'ngida 2 kishi bo'lib zo'rlashadi va Samni ham kaltaklashadi. Ular shu darajada xo'rlashadiki, qiz qilgan ishlari uchun afsus chekadi. Ona vataniga bir amallab qaytganda esa uni politsiya qo'lga oladi va bir nechalab qizlarni aldab, ularni fohishalikka majbur qilganligi uchun 4 yilga ozodlikdan mahrum etadi. Film esa o'z nihoyasiga yetadi.